Mana hozirgi zamonda agarda kim sizga o'rgatadigan odamni to'g'ri topa olsangiz, pul ishlash oson deyman. Ko'pchilik eski zamonda yashab og'ir pul topishga o'rganib qolganda, mana shunchaki eshitdinglar. Dushanba kuni 19:00da darsini boshlagan odam onlaynda umuman biznesi yo'q edi. Nima bo'lgan? Alaykum hammaga xayrli tong. Onlayn o'quvchilar o'sha target yoqib, hadavoy aniqlab, ilk sotuvlarini qilishdi. Bugun bitta o'quvchi 5 ta sotuv qilib zakazlar olgan. Hammasi Toshkent shahriga bugun chiqarib yuboradi. Oyoq kiyim sotyapti. Mana peripiskalarini tashib beraman, mijozlar bilan zakaz olganini. Qolganlar bilan ham o'tildi chat. Bir xillarni svyazi ishlamadi, ular bilan alohida telefon orqali. Xullas, tasavvur qiling, dushanba kuni birinchi dars bo'ldi, seshanba, chorshanba kuni o'zi 1,5 kundan keyin kuniga 5 tadan buyurtma olishni boshlayapti. 100 mingdan qolganda ham bu kuniga 500 ming foyda degani o'zining onlayn do'konidan. Kimda kim shunaqa natijalar qilmoqchi bo'lsa, kimni oldiga kelishni bilasizlar. Yillar vaqt kerak emas. 1-2 million so'm pul bilan boshlab shunaqa daromadga chiqsa bo'ladi.